Falokat! Falokat! Dahshatki bu falokat! Stiv! Oy Stiv! Qayerdasan? Stiv, sherdamisan? Men seni topolmay yurdim-da shu. Короче, bu dahshatli fojia yuz beradi hozir. Ya'ni kechqurunda. Hozir biz uy yasashimiz kerak, chunki kechqurun dahshatli narsa bo'ladi. Hamma yerda zombilar qoplaydi uyimizda. Har yilda bir bor bo'ladigan dahshatli hodisa bo'ladi. Ha vahima qilma. Как раз men uyquga yotgandim, xavotir olma. Ha bo'lmasam obunachilarga ayt axir, bu tomoshabinlarga videodan oldin like bosib kanalga obuna bo'ling de axir. Bu shuncha qilgan mehnatimiz nima bo'ladi? Biroz zombilar kelsa bilmayman o'lib ketamizmi yo'qmi? Hech kim bilmaydi, shu uchun obuna bo'lganlari qoladi xolos. Nahotki shuncha qiyin bo'lsa obuna bo'lish, iye? Ayt axir tezroq. Ha do'stlar, kelinglar, bitta obuna bo'linglar. Shu Xerobrinni umidini uzmanglar do'stlar. Ha mayli, bo'lsam men yordam beray Stiv. Sen qanaqa uy qurolsan, menga bir rejalaring haqida gapirib berchi. Bu tarafi oyna bo'ladi, usti tomi blok bo'ladi. Bu taraf ham blok bo'ladi, chetlari ham blok bo'ladi. Agar blok topa olmasang, men senga blok tashlayman. Biroz kutib tur. Ha mayli, bo'lmasam kutgancha kutaman do'stim. Axir sen meni do'stimsan-ku. Men shunday bir aylanarcha hamma joyni bir men ham o'rganay, uy yasashni faqat sen zo'r yasaysan. U safar ham nargi videoda ham sen yutganding, sen mendan chiroyli uy qurganding. Esingdami? Keyin esa men qishloqcha molxona qurgandim shekilli shu payt. Shu uchun ha mayli. Davay, qani bir men ko'raychi. Hozir nima qilish kerak? Buzib yopding. Buzmasang ham bo'ladi-ku. Rahmat jigar, blog uchun rahmat jigar. Qani bir ko'raylikchi. Axir obunachilar, sizlarga ham yangi zo'r Minecraft kerak bo'lsa, kommentariyadagi silka orqali yangi zo'r Minecraftni yuklab olishinglar mumkin. Tekinga sizlar menga shunchaki obuna bo'lib videoga like bosib qo'ysanglar menga yetadi. Menga pul kerak emas do'stlarim. Mana men ham hozir Stivga yordam beraman. Oynalarni yaxshilab qilamiz. Ikki xil bo'lsa zo'rda ana. Ikki xil qildim. Men ham o'rganyapman ana. Stilda bu stil. Xo'sh. Endi nima qilamiz? Endi uy bitirishni tezlashtirishimiz kerak. Kun botishga ozgina qoldi. Tez bitiramiz. Senga savolda Stiv, sen qanday men shunaqa zo'r g'oyalarni o'ylab topa olasan? Menga ham o'rgat. Xerobrin, men senga bir gapni aytaymi? Bu sir bu. Bu oilaviy sir bu. Bu oilam ham avvaldan uy quruvchi bo'lgan. Men ham uy quruvchi bo'laman. Senga ayta olmayman. Do'stim degandim, harom ekansan. Do'stim, bilasanmi, men hozir senga tushuntirsam necha soniya vaqt ketadi, necha daqiqa? Bu oilaviy sir bu. Ana, oftobam tepamizdan ketib qopti. Qara, tezroq qurishimiz kerak. Qara, oftob tepada edi, hozir yonda bo'lib qopti. Hozir namozgar bo'lib, keyin biz ulgurib qolmaylik yana. Tezroq ulgurishimiz kerak, chunki soat 12 da dahshatli fojia yuz beradi. Dunyoni, olamni zombilar bosib oladi. Bu dahshat. Bo'lmasam tezroq ishla, men ham tezroq ishlayman. Davay, tez.
nihoyat bo'ldi. Bekka gilam qo'ysagan. Ye do'stim, qara kun botib qopti-yu. Tezroq tomni bitir. Do'stim, aka men ham hozir yordamlashaman do'stim. Qanni quyoshga termulay. Lekin termulishga vaqt yo'q, o'sha uchun hozir yordam berishga qaror qildim. Tezroq bo'laylik do'stim. Ozgina qoldi. Davay! Qolgani muhim emas. Farqi yo'q desiz, blogda farqi yo'q desiz, quraylik hozir baribir kiraydigan joyimizga kirib ketamiz baribir. Do'stlar, dahshatli fojia boshlanish arafasida. Shuning uchun videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Tezroq! Ana tomimizdan bitay deb qoldi. Davay, tezroq harakat qil, Xerobrin. Steve, qorong'i tushdi, kunimiz bitdi, dahshat. Xerobrin, xavotir olma, buni hammasini o'zimiz yengib tashlaymiz. Ye, barsik. Kuchugim eshikda qolib ketibdi. Yo'q, endi qanday chiqamiz? Uni qutqarish kerak. Zombilar o'ldirib tashlagan bo'lishi ham mumkin uni. Davay, shoshilishimiz kerak. Nahotki kuchugimni o'ldirib tashlashgan bo'lsa, baribir bir xabar olishimiz kerak. Yoki hali ham kuchugim tirikmi yoki o'likmi? Davay, chiqdik, men bilmayman. Zombilarga o'lim! Твой маяк подарил мне боль. Устал я жить, все обиды тая. Уходи, за собой закрой. Сколько бы я не просил, но ты же знала, что меня теряла. Я босиком по стеклам бегал так упрямо. И если бы не твой милый голосок, я бы упал, сделав последний вздох. И звезды мирно падали, как будто до меня. Я каждый раз загадывал тебя не потерять, но больше не могу, я просто мучаю себя. Теперь ты больше не моя. В камине в 6 утра фотография твоя. Горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра разбитая душа. И все твои обещания пустота. В камине в 6 утра фотография твоя. Горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра разбитая душа. И все твои обещания пустота. Barsigim! Yaxshi kuchukchaydi. Zombilar o'ldirishibdi. Ruhini shod qilish uchun endi kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Barsigim!